Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Javohir Metni bir an'anaga qo'l urganmiz. Ancha vaqt bo'ldi, bir chiqarmay qo'ydik. Mana podkastlar chiqarish bo'yicha, muhim mavzular bo'yicha, dolzarb temalar bo'yicha bir mavzu chiqarishga harakat qilamiz. Bugun ham mana shunaqa bir muhim mavzulardan biri bo'lgan speed, ya'ni oitis bo'yicha suhbatlashamiz. Demak, suhbatdoshlarimiz Jasur aka Qodirov, viloyat speed markazini shu Epid monitoring bo'lim boshlig'i hamda Bekzod aka Raupov davolash ishlari bo'yicha o'rinbosari. Demak, mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Demak, assalomu alaykum. Avvalambor vaqt ajratib kelganlar uchun kattakon rahmat. Demak, mana hozirgi zamonda mana bu 21-asrda eng katta global tibbiy muammolardan bittasi bu speed bo'ladi. Hech kimga sir emas. Demak, bu o'sha kasallikni yuqtirib olish yo'llari mana ko'pchilikka ma'lum. Lekin mana bu hozirgi yoshlarga ham masalan mana shu informatsiyani berish, o'zini himoya qilish maqsadida ma'lumot bersak, men o'ylayman shu kimgadir foydamiz tegsa, biz o'z maqsadimizga, missiyamizga erishgan bo'lamiz. Avvalambor xush kelibsiz. Demak, suhbatimizda endi nazariy jihatdan savollar tuzgandek, Jasur akadan boshlaymiz. Jasur aka, masalan, o'zingizni tanishtirsangiz, sizning ishingiz nimadan iborat? Meni ismim Qodirov Jasur Husanovich. Qashqadaryo viloyat oitisga qarshi kurash markazida epidemiolog monitoring bo'lim boshlig'i vazifasini bajaraman. Mutaxassisligim epidemiolog. Bizlarda qiladigan ishimiz menimcha qiziqroq, o'zimiz uchun qiziq. Endi odam qiziqmasa ishlolmaydi. Shunaqa qiziqmasa avvalo ishlolmaydi ham. Kasallik OIV infeksiyasi aniqlangandan so'ng bizada epidemiologik zanjir bo'ladi. Bizada shu birinchi o'sha o'qish davrlarimizdan bizga shunaqa singdiriladi. Epidemiologik zanjir, ya'ni nolli patsient. Manba bor. Moyil organizm bor, yuqish mexanizmi bor. Shu o'sha zanjirni biz uzishimiz kerak. Ya'ni kasallikni tarqalib ketishini oldini olishimiz kerak. Keyin kasallikni qay tarzda bu infeksiya o'sha shaxsga, bemorga qanday qilib kirib keldi. Keyin ularning muloqotdoshlarini shakllantirish, oila a'zolari bo'lishi mumkin. Ular bilan ham siz ishlaysiz. Ular bilan ham biz ishlaymiz, birgalashib jamoamiz bilan o'sha avvalo shu muloqotdoshlarini tekshirtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqamiz. Epidemiyani oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshiradigan shaxslar biz bo'lamiz bunday aytgan. Masalan, deylik, qaysidir klinikadan yo qanaqadir boyagi jinsiy yo'llar bilan yuqtirgan bo'lsa, unga sizlar aniqlik kiritasizlar. Keyin borib o'sha klinikadagi tekshiruvlarni ham endi misol oitis kasalligini yuqish mexanizmi bor. Yuqishi bor, yuqish yo'llari bor. O'sha yuqish yo'lidan kelib chiqqan holatda biz o'zimiz reja tuzib olamiz. Misol jinsiy yuqish yo'li bilan agar shaxs o'ziga OIV infeksiyasini yuqtirib olgan bo'lsa, u bilan olib boriladigan ishlar boshqacha, taktikamiz boshqacharoq bo'ladi. Jinsiy yuqish yo'llari bo'yicha ham hali suhbatimiz davomida chuqurroq gaplashsak kerak. Parentral yuqish yo'li, misol tibbiyot muassasalarida yuqadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, ularga o'tkaziladigan tadbirlarimiz, taktikamiz boshqacharoq. Lekin mana shu vertikal yuqish yo'li, onadan bolaga yuqish yo'limizda ham shu bemor bilan olib boriladigan ishlarimiz, ulardagi o'zini etapnisi bor, o'zini yo'li bor. Bir-biridan keskin farq qiladi. Mana endi keyingi suhbatdoshimiz bilan tanishamiz. Avvalambor assalomu alaykum hamma tomoshabinlarga. Endi bizning faoliyat davrashlari bo'yicha bo'lganligi sababli biz o'sha davrashlar bilan shug'ullanamiz. Ya'ni OIV infeksiyali shaxslar deyiladi. Bizda OBYH deb yuritilgan hisobnomasi bemorlar bilan olib borilgan barcha davrashlari bizning zimmamizga yuklatilgan. Ularni o'sha birinchi holatda aniqlangan holatda holatini baholash, keyingi holatda olib borilgan davolash ishlarini boshqarish, davolash sxemalarini tuzish, aerotip preparatlarini tayinlash va keyingi holatda aerotip preparatlarni nazorat qilib borish. Demak, aerotip bu antiretrovirsin terapiya. Retroviruslarga qarshi terapiya hisoblanadi. Asosiy dori preparat shu. Bundan tashqari OIV shaxslar yuzaga keladigan opportunistik kasalliklar mavjud. O'zgarish ularni profilaktikasi va davolash bo'yicha biz shug'ullanamiz. Masalan, speed bilan chalingan bemor viloyatdagi xohlagan endi to'g'ri kelsa muassasaga yotib davolanishi mumkin. Masalan, jigar kasali bo'lsa, gepatologiya bo'limiga, masalan, yurak kasali bo'lsa, kardiologiya bo'limlariga
yotib davolanishi mumkin. Xohlagan somatik va infeksion kasalliklar bilan kasallangan holatda davolanish muassasasini o'zi xohishicha tanlashi mumkin. Xohlasin davlat muassasasi bo'lsin, xohlasin xususiy klinika bo'lsin, o'zini ixtiyorida yoki davolamaslikka bironta xususiy klinikani ham yoki davlat muassasasini ham haqqi yo'q. Davolanish huquqiga ega. Jasur aka aytganlaridek, o'zi aslida parenteral muolajalar orqali yuqishi juda kamdan kam foizlarda bo'ladi. Ya'ni tibbiyot muassasalaridan yuqish ehtimoli juda kamdan kam bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri yuqish. Kasallikni, misol uchun bemorning qanaqa kasalligini bilsangiz, undan o'zi qanday ehtiyot qilishingizni ham bilasiz. Keyin yana bir shu o'rinda anaqa qo'shimcha ketmoqchiman. Masalan, men mana shu spid to'g'risida mana shu bemorlarga nisbatan fikrim, ularni boyagi tushunishim rossiyalik mashhur video bloger Yuriy Dudni o'sha spid to'g'risida anaqasi videosi hamda o'zimizda subyektiv jamoasi ishlangan videoni ko'rgandan keyin ancha muncha ko'p informatsiya olganman. Keskin men dunyo qarashimga ta'sir qilgan video shu bo'ladi. Men o'ylayman, bizning ham o'sha chiqargan video mana shu formatimiz viloyatni o'sha aholisiga, nafaqat viloyat, mana shu yurtdoshlarimga foydali bo'ladi degan umiddaman. Hozir endi siz bilan biza ko'p radio, televideniya yoki gazetalarga maqolalar berib turamiz. Bu narsalar biza markazimiz tomonidan muntazam qilib boriladi-da. Lekin hozir siz aytayotgan o'sha subyektiv chiqqan vaqtda haqiqiy menimcha O'zbekistonda portlash bo'lganda. Portlash bo'lgan. Biza shunaqa deb chunki subyektivni ko'rsatuvda biza mana televideniyagami, radiogami yoki matbuotmi yoki mana shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda aylanadigan anularimizda roliklarimiz bo'ladi, boshqadami bemorlarni yuzlariga qora qo'yilgan yoki boyagi bunday aytganda o'zimiz xalq tilida aytganda bijir analar qo'yilgan holatda olib chiqiladi. Subyektivda portlash qanaqa bo'lgan? OIV infeksiyasi bilan zararlangan shaxslarni to'g'ridan to'g'ri shunday olib chiqqan. Yo ular shunday chiqib intervyu bergan. Shunday unaqa yuziga hech narsa qo'yilmagan. Men bu haqiqiy anoga aylanib ketdi-da. Chunki bizada ko'p narsalar bemor siri, vrachlik siri qilib saqlanadi. Shunaqa bo'lgan. Endi bir maqsadli bo'lib, kerakli biza natijaga agar mana shu ko'rsatuv orqali erisha olsak, keyingi ko'rsatuvlarda balki bizlar ham shunga o'xshash suhbatlashamiz. Agar shunaqa fikrlari bor bemorlar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham jalb qilishga harakat qilamiz. Viloyatdagi bemorlarda mana shu subyektivgacha hamda subyektivdan keyin qanaqadir muammolarda o'zgarish bo'ldimi? Sezdinglarmi o'sha bilan gaplashganda? Bemorlarda mana OIV infeksiyasi bilan zararlangan bemorlar emas, har qanday bemorda o'zining psixologiyasi bo'ladi, har bir shaxs psixologiyasi bo'ladi. Mana shu ruhiy tushkunlikka tushish, depressiya holatlari, ijtimoiy ulardan jamiyatdan ajralib qolish yoki har qanday harakatni o'ziga qabul qilish, manfiy energiya sifatida qabul qilish, mana bunaqa narsalar bilan bizning mutaxassislarimiz ishlaydi-da. O'sha subyektivda yoki bo'lmasam shunga o'xshash, naborot yaxshi tomonga o'zgarish bo'lgan. O'sha. Yo mana yuzini ko'rsatmay ham bemorlar yursa bo'lar ekan-ku. Yashirmasa ham bu yashiriladigan narsa emas ekan-ku. Uyalmasam ham bo'lar ekan-ku. Bu imkoniyatlari bor ekan, kengroq ekan-ku. Yana ham ma'lumotlar olgan. Yoki bo'lmasam uni atrofidagilari shunaqa fikrga kelgan. O'sha qo'rquv hamda xavotirlik, ko'pincha ilmsizlik hamda asosiy shunaqa. Endi baribir xohlaysizmi yo'qmi, bizning xalqimiz, bizning anavimiz mentalitimiz bu infeksiyalarni qabul qilishiga ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Har qanday kasallikni qabul qilish uchun ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Uni tushunib, to'liq ichiga kirib olishga kerak bo'ladi. Chunki mana shunaqa yurtdoshlarimiz ham bor. Bu o'zi kasallik yo'q, bu o'ylab topilgan, haligi konspirologik anavlar ham bor. Xuddi Azamat aka mana shu xuddi shunaqa fikrdagi endi shaxslar bor, yo'q emas. Eminda mana shu tibbiyot sohasida ishlaydigan, tibbiy bilimga ega bo'lgan shaxslarni ham yo bu kasallik bo'lmagan, bu o'ylab topilgan yoki bir nima degan. Bu kattaroq bir konferensiyada mana shunaqa bir munozarali joy bo'lganda. O'shanda bir OITS
markazining mutaxassisi shunday javob bergan. Xo'p, yaxshi. Seningcha shu infeksiya yo'q ekan. Bo'ylab topilgan ekan. Kimlardir ishli qilish uchun, mablag'lar aylantirish uchun, yana nimalardir qilish uchun bir tizim ekan. Bo'pti, kelishdik. Men OIV infeksiyali shaxsni olib kelaman. Qonini olamizda. Seni qoningga shu tomiringga jo'natib ko'ramiz. Qani? Qanday holat yuz bergan? Maylimi shu narsaga sen yetadimi? Qo'rqmaysanmi shu narsadan? Yo'q deyapsan-ku degan. Butun zal o'sha vaqtda boshqacha qabul qilganda bu javobni. Qo'pol javob bu, lekin o'rinli javob bo'lganda uni. Agar haqiqatan savollarga o'rin qoldirmaydigan javob. Kim qanaqa fikr bildirishidan qat'iy nazar asosga ega bo'lish kerak. Shunday. Agar u konspiratsiya bo'lsa, endi o'ta shaxsiy fikr bo'lsa, o'ta shaxsiy fikrim deb aytish kerak. U katta zalda aytdim, o'ziga yarasha uni mas'uliyatini ham olish kerak edi. Shunaqa, boyagi hozir ana chiqib qolganki, yurdimaloq yer yassi degan gapdek. Hali ham shunga ishonadiganlar bor endi. Vich ruschasi OIF bor hamda OITS bor. Nima farqi bor masalan ularni? Qisqacha qilib aytganda, immunitet bor, immunitet yo'q. Chegarasi qayerda uni masalan bitta ko'rsatkichi bormi? Masalan, OIF men yuraveraman, men hech narsa qilishim kerak emasmi OIF bo'lsa? OIV yo'q, nima uchun hech narsa qilinmaydi? Bu OIV virusini, endi mana shu OIT kasalligini keltirib chiqaruvchi OIV virusini organizmga tushgandan keyin qiladigan bitta vazifasi bor. Shunaqa deb qaraymiz-da endi biz. U o'zimizdagi immun sistemani, immun tanachalarimizni, sizda to'rt hujayralarimiz, boyagi immun tanachalarimiz bunday qilib aytgan, tushunarli qilib aytganda, endi hozir bizni tomosha qilayotgan shaxslar hammasi ham tibbiy bilimga ega bo'lgan shaxslar bo'lmasa kerak. Oddiy tushunarli qilib tilda aytadigan bo'lsak, organizmimizdagi askarlarimiz, ya'ni shu o'zimizni himoya qiladigan askarlarimizni nobud qiladi bo'ldi. Uni qiladigan ish shu. Ertaga o'sha askarlar organizmda immun sistemani shakllantirib bizni himoya qilyaptimi? Tasavvur qiling, mamlakatning armiyasi, askarlar mamlakatni himoya qilyapti. U virus keldi, organizmga tushdida bizlarni himoya qiluvchi askarlarimiz nobud qilib boryapti. Kunlar, oylar, yillar davomida askarlarni himoya qiluvchi askarlarimiz yemirib boryapti. Qaysidir bir kun keladi, o'sha butun tanamizdagi armiyamizdagi askarlar soni yo'q bo'ladi. Oxirgi tanachasigacha yo'q qildi. Virus oxiri maqsadiga erishdi. Ana endi tasavvur qiling, o'sha mamlakatda bironta ham armiyada askar yo'q. U himoyasi kuchsiz qolib ketdi. Ana endi tashqaridan luboy yov, luboy kasallik kelib organizm nobud qilishi yoki uni parchalab tashlashi mumkin. Xuddi shunday OIV bosqichi, orttirilgan immun virusi bosqichida mana 4 ta bosqichda bo'ladigan bo'lsa, birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichda OIV bosqichi deymiz. OITS bosqichi oxirgi 4-bosqich. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichlarda immun sistema ishlab turadi, askarlarimiz bo'ladi, immun tizimimiz bo'ladi. Qaysidir ma'noda shu keladigan tashqi boshqa kasalliklarga qarshi kurashib tura oladi organizm. Lekin kuchsizlanib boraveradi. Oxiri o'sha askarlarimiz, immun tanachalarimiz qolmadimi? O'sha orttirilgan immun tanqislik sindromiga o'tdi, o'zi yo'qlikka bo'ldi. Unda immunitet yo'q. Immunitet yo'q, qolmadi. Uni kurashadigan hech narsasi qolmadi. Ana unga organizmga tushgandan keyin o'sha askarlarimiz bizlar miyamizga olib boradigan impulslar yo'q. Miyaga o'zingni himoya qil deydigan impulsni olib boradigan odam qolmaydi, tanacha qolmaydi. Shunda u kuchsiz holatga, oxirgi holatga tushib qoladi, og'ir holatlarga tushib qoladi. Mana qaranglar, hozir endi viloyatni miqyosda haqiqatan bu kasallik qanchalik darajada dolzarb? Masalan, viloyatda kasallar soni nechta, yildan yilga kasallanish tendensiyasi qanaqa, dinamikasi. Xo'p, Azamat aka, yo'llari masalan nimalarga e'tibor berish kerak tomoshabinlarimiz? OITS kasalligini kasallanishini oylik, choraklik, yillik, bir necha yillik qilib hisobotlar yuritib boriladi. Viloyat OITSga qarshi kurash markazlari tomonidan yuritib boriladi. Bu dinamika, ming afsuski, baribir ko'tarilish tendensiyasi bor. Ko'rsatadi. Hozirgi kunda Qashqadaryo viloyatida 2000 dan ziyod OIV infeksiyasi bilan zararlanib yashayotgan shaxslar bor. Dispanser nazoratiga olingan, ular bilan ishlab, ular bilan o'sha maxsus retrovirusga qarshi preparatlarni qabul qiladigan bemorlarimiz bor. 1400 ga yaqin, adashmasam shu erkaklar tashkil qiladi. Ayollarimiz 800-900 nafarni tashkil qilib qoladi. Bularning ichida
qolaversa bolalar bor, 18 yoshga to'lmagan bolalar bor bular ichida. Bularni hammasi hisobotlar shaklida shakllantirib boriladi. 2024 bilan 2025-yilda 9 oylik holati, bularda ham solishtirma holatlari bo'ladi. Misol 2024-yil 9 oyda qancha kasallanish bo'ldi, 2025-yilda bolalar qancha aniqlandi, ayollar qancha, erkaklar qancha, xuddi shunaqa qilib olib boriladi. Bular ham unaqa juda katta sifralar bilan o'sish bo'lmasa ham, lekin ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir raqamlarda o'sish bor. O'tgan yilga nisbatan ham 200 dan ziyod, misol 9 oy davomida aniqlanish kuzatilyapti hozir. Bular asosan viloyatimizda ham tumanlar kesimida olinadigan joylari bor. Tumanlar kesimida qaysi tumanda tahlil qilib boriladi. Qaysi tumanda aholi yashayapti. Aholi ko'proq zararlanyapti. Qaysi tumanda ayollar ko'proq, qaysi tumanda erkaklar, qaysi tumanda bolalar ko'p zararlanyapti. Men bu holatlarni ham tahlil olib boriladi. Bular tahlil natijalariga ko'ra eng ko'p kasallanish endi baribir viloyat markazida ko'proq kuzatiladi, Qarshi shahar. Undan tashqari yuqori zonalarimiz, ya'ni Shahrisabz, Kitob, Yakkabog', bu tumanlarimiz hozir mana Chiroqchi, bular ham yildan yilga kasallanish soni ko'proq, aniqlanish ko'proq. Mana shu tumanlarimizda. Nimagaki? Mana shu yuqorida aytib o'tgan tumanlarimizda aholisi migratsiyaga ko'proq borib keladigan ishchi migrantlar hisoblanishi kuzatilgan. 3 oydan ortiq uzoq muddat chet davlatlarda ishlab uyga qaytganlar orasida OIV infeksiyasiga tekshiruv davomida mana shularda ko'proq infeksiya aniqlanish holati bo'lgan. Hozir yangi anov bo'yicha qaror bo'yicha, Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha bu majburiy test topshirish kuchga kirdi, to'g'rimi? Kiryapti. Endi mana shu jarayonda hozir ko'rib chiqilib, Senatga ham qo'yildi bir necha marta shu anovlar, takliflar. Endi mana shu OIVga qarshi kurash markazi tizimini tashabbusi bilan qilinayotgan narsa. Chunki qarayapmiz, kasallanishlar ko'proq migrantlar o'rtasida va migrantlarning oilasi a'zolari o'rtasida aniqlanyapti. Mana shu joyda ko'proq nazorat qiladigan bo'lsak, maqsadimizga tezroq erishamiz. Chunki sizlar o'zi tekshiruv qilganda, masalan deylik, bemor deylik, masalan O'zbekistonda bo'lsa, uni sizlar o'sha zanjir bilan boraverasizlar, o'shani o'chog'ini aniqlab, unga chora-tadbir bundan qilasiz. Lekin u kecha yo bir oy oldin Rossiyadan keldim desa, sizlar o'zi yo'lga o'ta olmaysizlar. U bir oy oldin Rossiyadan keldik degani qanday? Misol uchun, masalan, o'sha joydan keldim desa, o'zi tekshiruv o'sha joyda to'xtaydimi? Yo'q. Epidemiologik tekshiruvni har bitta epidemiolog o'zi belgilaydi. Kasallikni yuqtirib olish periodi bir necha oydan bir necha yillar, 10 yillab ham o'zicha oladi-da. Siz 10 yil oldin o'sha shaxs o'ziga infeksiyani yuqtirib olgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston territoriyasida yoki chet davlatda bo'lishi mumkin. Biz ular bilan suhbat o'tkazamiz. Misol uni qo'lidagi hujjatlariga qarab, so'ziga qarab xulosa qilamiz. Misol 2010-yildan 2025-yilgacha Rossiyada yuribdi bir shaxs. Uni 2024-yilda Rossiyada patent qilgan, ya'ni shu shartnoma qilgan, tibbiy ko'riklardan o'tgan, u tibbiy ko'rikda patent deymiz. Shu chet davlatda o'sha patent qilish davomida hamma tibbiy ko'riklardan o'tadi, jumladan shu OIV infeksiyasiga. O'sha vaqtda uni tekshiruv o'tgan, u patent qo'lda turibdi, u infeksiyaga tekshirilgan. 2024-yilda unda infeksiya bo'lmagan. Toza chiqqan. Uni 2015-yildagi, 2018, shu 2024gacha bo'lgan holatini uni OIV infeksiya bilan bog'liq deya olmaymiz. U 2024-yildan keyin yoki 2024-yil davomida o'ziga infeksiyani yuqtirib olgan, 1 yil bo'lgan, 2 yil bo'lgan deymiz. Yoki bo'lmasam shu holatiga infeksiya qanchalik uni organizmiga tushib, qachondan beri zararlab kelyapti immun tizimini, mana bular xulosa qilishga yordam beradi bu narsa. Demak, endi bu narsani baribir to'g'ri tushunish kerak. Emigrantlarimiz, o'sha musofir hamyurtlarimizga qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'zini xavfsizliklarini o'ylagan holatda, boyagi himoya vositalarini ishlatgan holatda sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Bu infeksiyadan uzoqroq yurish uchun hech kim ham misol kasal bo'lay demaydi yoki bo'lmasa kasal kimgadir yuqtiray demaydi. Bu infeksiyadan uzoqroq bo'lishda
eng samarali anisi OIV infeksiyasi bo'yicha, AIDS bo'yicha, SPID bo'yicha tibbiy bilimni oshirish, keyin sog'lom turmush tarziga rioya qilish. Mana shundagina shaxslar o'zini birmuncha himoya qiladi. Keyin yana shu o'rinda bir savol Jasurga qarang. Mana ba'zida anonga chiqib qoladi. Ijtimoiy tarmoqlarga mana skameykalarga bir sanchiluvchi nina, pina, shunga o'xshash narsalar qo'yib ketar ekan. Bir narsa va endi bilasiz bu juda tez tarqalib ketadi-yu, bu bo'lmagan narsa. Yaqinda chiqdi degan boyagi hojatxona anisi qog'ozini zararlab ketish. Zarar ketdi, shunga o'xshash edi. Keyin bananlar orqali bir narsa qilar ekan deydi. Mana shu bo'yicha ham bir o'zi mutaxassis mutaxassis sifatida men endi baribir ehtimollar nazariyasi yo'q deb ayta olmaymiz. Qaysidir foizlarda, kichik foizlarda bo'lsa ham nimadirda ehtimolligi yo'q deb ayta olmaymiz. Lekin mana shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan nimalarni yoshlarimiz bilish muhim deb o'ylaysiz? SPID bo'lmaganlar, masalan, yoshlarga nima tavsiya bergan bo'lasiz? Endi bu bevosita o'sha kasallik tarqalishini oldini olish bilan o'zini ehtiyot qilish kerak. Yoshlarimiz mana shu emini OIV, AIDS kasalligi bo'yicha hozir endi ijtimoiy tarmoqlar juda rivojlanib, yoshlarimiz deyarli o'zi boyagi gazeta yoki boyagi radio, televizorlardan uzoqlashib qoldi ancha-muncha. Ijtimoiy tarmoqlarda hozir kirib ma'lumot izlasangiz, OIV, AIDS kasalligi bo'yicha ko'plab maqolalar, ko'plab ma'lumotlar kelib chiqadi. Lekin menga afsuski, biz mana shu OIV infeksiyasi bilan zararlangan yoshlar bilan gaplashgan vaqtimiz, ular o'sha OIV infeksiyasi bilan zararlangandan keyingina o'sha maqolalarni, o'sha ma'lumotlarni o'qishni qiziqish boshlaydi-da. Lekin aslida u maqolalar OIV infeksiyasi bilan zararlangan bemorlar yoki yoshlar uchun yoki umuman shaxslar uchun emas u. U hali OIV infeksiyasi bilan zararlanmagan shaxslar uchun qilingan mehnatlar, qilingan narsalarda ular. Ko'proq bilan qiziqishini, shularni o'qishini tavsiya qilamiz. Shularni bilish kerak. Demak, SPID haqida odamlar orasida eng keng tarqalgan miflar, xato tushunchalar to'g'risida. O'tirg'ich skameykalarga nimalarni qo'yib ketish yoki bo'lmasam bananga nimadir qo'shib berish yoki yaqinda shu boyagi hojatxona qog'ozlarini zararlab ketish, shunga o'xshash anavlar bo'lgan, haligacha bo'ladi. Lekin men mutaxassis sifatida nima deyishim mumkin? Baribir ehtimollar nazariyasiga suyanadigan bo'lsak, qaysidir bir foizlarda nimadir haqiqat bo'lishi mumkin, lekin o'zim shaxsiy fikrim, bular boyagi internet tarmoqlarida hayp ko'tarish, podpischilarni yoki boyagi layklarni ko'paytirish uchun qilingan narsalar deb hisoblaymiz. Chunki OIV infeksiyasini o'zini tashqi muhitga chidamliligi juda chidamsiz. Misol graduslarda, 50 gradusda yoki bo'lmasam 10 gradusda, 20 gradusdagi tiriklik xususiyatini saqlab qolish anulari bor. Bular o'zi yuqori haroratga chidamsiz hisoblanadi. Qolaversa tashqi muhitda o'zini tiriklik xususiyati unaqa saqlanadigan emas. Faqatgina hujayra ichida o'zini hayotligini saqlaydigan hisoblanadi. Lekin baribir ham ehtiyot bo'lish foydadan xoli emas. Lekin baribir ham o'sha amaliyotingizda masalan unaqa narsa bo'lmagan, uchramagan bizda. Masalan, endi imенно sizni shaxsiy amaliyotingizda emas, masalan, o'sha O'zbekistonda ishlovchi barcha anaqa amaliyotida bunaqa yo'l bilan yuqish qayd etilmagan. Endi qayd etilmagan deb men to'liq boshqalar nomidan ayta olmayman-ku-da, lekin bizda Qashqadaryo viloyati OSga qarshi kurash markazi necha yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, menimcha shu joyda faoliyat ko'rsatgan ko'plab mutaxassislar bilamiz. Ularni bemorlar bilan ishlagan vaqti unaqa narsa uchramagan. Boyagi kasalliklarni yo'qish, masalan, migrantlar asosida dedik-ku. Endi bilasiz, bu masala bir jihatdan o'ta nozik hamda dolzarbda. O'shanda masalan, xo'jayini yoki farzandlari kimdir o'sha Rossiyada ishlovchi migrantlar kelib qolsa, ular birinchi navbatda nima qilish kerak? Qanaqa yo'l tutish kerak? Migrantlarni OIV infeksiyasiga tekshiruvni tartibga solish bo'yicha 9 ta vazirlikda imzolagan tartib ishlab chiqilgan. Asosan mana shu asos qilib biz mana shu migrantlar OIV infeksiyasiga tekshiruvga jalb qilamiz.
bu viloyatimizda ham viloyat OSga qarshi kurash markazini ham tartib ishlab chiqilgan. O'sha tartibga asosan OIV infeksiyasiga tekshirish migrantlarda shunaqa bir fikr uyg'onishi kerak. Ular uyiga kirib kelguncha o'zi shaxs o'zini OIV statusiga aniqlik kiritsa juda bir yaxshi bo'lardi. Uyga kirishdan oldin. Kirishdan. Vokzaldan nima keldi? Vokzal, aeroportdan to'g'ri borib. Mana shu xohlasin endi misol O'zbekistonda emas, o'sha o'zi uchun-ku sog'lig'i. Avvalo shu inson shaxsda o'zida shunaqa bir tushuncha paydo bo'lsa, juda bir maqsadga erishgan bo'lardik. Biz xohlasin o'sha yo'lga chiqishdan oldin Rossiyada o'zini tekshirtirsin. Xohlasin O'zbekistonda endi buni aytib o'tganimizda buni majburiy tekshiruvga o'tkazish mana yo'lga qo'yilyapti. Endi nasib Xudo xolasa. Bu infeksiya haqidagi statusini bilish o'ziga emas. Avvalo u mayli o'zini ham statusi aniqlanadi, o'zidan ham tashqari uni oila a'zolarini ham xavfsizligini ta'minlaydi-da. Qolaversa shu ayniqsa oilali er-xotinlar o'rtasidagi. Biz mana shu viloyat OSga qarshi kurash markazi xodimlarini o'zini rejasi bor. Yil davomida barcha tumanlarda profilaktik ishlar boriladi. Uyushgan, uyushmagan aholi, даже shu mahallabay tizimida ham ishlanadi-da. Migrantlarni oila a'zolariga mana shu narsani tushuntirishga harakat qilamiz. Misol turmush o'rtoqlariga. Keyin qarang, mana bu VICH bilan yashovchi odamlarga nisbatan diskriminatsiya, tamg'a masalasi, haligi ularni ajratish, o'sha tibbiy yordam olishdagi muammolar to'g'risida anaqa bo'lganmi? Sizlarga murojaat bo'lganmi yoki ularni qanaqa hal qilyapsizlar? Bemor keldi, o'zini VICHligini aytishga majburmi yoki masalan bizni ham klinikamizga kelishadi, VICHligini yo aytadi, yo o'zimiz aniqlaymiz. U как положено xizmat ko'rsatib, ularga aniqlaymiz. O'zi har bir bemorga biz VICHga xizmat qilganda xizmat qilamiz. Ya'ni o'sha samping qoidalariga rioya qilsak, hech qanaqangi boyagi xavf tug'diradi. Yuqish yo'llarini to'liq o'shanda istisno qiladi. Endi Azamat aka, bu juda bir bizning sohamizdagi eng og'riqli nuqtalardan birida. Mana shu bemorlarimizni o'zi haqidagi ma'lumotni sir saqlashga, boshqa qilishga juda ko'p urinishlar bo'ladi, aytmaslikka. Aslida OIV infeksiyali shaxslar ogohlantiriladi. OIV infeksiyasi bilan zararlangandan keyin o'zingda OIV infeksiyasini bilan zararlanganligi to'g'risida davolash profilaktika muassasalariga borgan vaqting yoki bo'lmasam hattoki shu jinsiy sherigiga ham aytishi kerakligi to'g'risida ogohlantiriladi. Agar aytmasdan turib kimnidir yuqtirish xavf ostida qoldirsang, bu Jinoyat kodeksining 113-moddasi bilan javobgarlikka tortilishi mumkinligi to'g'risida aytamiz. Lekin mana shu ularning stigmasini buzilishi, mana shunday ularni xuddi bir tamg'aday bo'lib qolishi ularga bu narsalarni ayniqsa davolash profilaktika muassasalariga murojaat qilgan vaqti aytmaydi. Ko'plab bemorlarimiz o'zida infeksiya bog'lanadi. Bunga sabab faqatgina bemorlarimizni qarashi yoki boshqa emas. Men buni ochiqcha aytishim mumkin. Hammani ham ayta olmayman. Ba'zi bir tibbiyot xodimlarini ham mana shu xatoga yo'l qo'yishi. Ularda OIV infeksiyasi borligini bilgandan so'ng o'zini tibbiy xizmat ko'rsatishdan bosh tortib qolishi. Har xil bahonalar bilan. Buni men ko'p joylarda aytganman, mana shu narsani. Eminda mana shu 2025-yilda bo'lgan bir kichkinagina bir shu holatni aytib o'tishim kerak. Klinikalarni aytish shart emas shu. Yo'q, unaqa narsa yo'q. O'zimizning viloyatda tasavvur qiling, xususiy davolash profilaktika muassasasiga lorga bir yigit murojaat qilyapti, borib davolanish uchun yotyapti. Operatsiya o'tkazish kerak. Operatsiya to'lovlari bor, shu 4,5 million, 5 million qanaqa to'lovlarni qilgan, yotgan, operatsiyani belgilagan. Hozir rejali jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan vaqti gepatit B, C, jumladan shu OIV infeksiyasiga ham qon namunasi olib tekshiriladi. Ekspres ko'radi. Xuddi shunday ko'rinishda u yigitdan ham qon namunasi olingan, qarasa OIV infeksiyasiga musbat natija bergan, u bizga murojaat qilgan, biz uni laboratoriya tekshiruv natijalarini oxirida unda OIV infeksiyasi aniqlanyapti u shaxsda. Ana endi biz tushuntiryapmiz, o'zi stressga tushgan, boshqa qilgan, unga
bo'ldi operatsiyani o'tkazing, kelib bemalol boshqa muolajalarni o'tkazishib biza davom etkazib ketamiz qolgani. Siz endi belgilangan operatsiyani o'tkazing, doktoringizni ogohlantiring deb chiqarib yuboryapmiz. Bu kunisi yonimga yig'lab kelyapti boyagi. Yig'lab kelyapti. Ha, nimaga? Doktor deyapti, tibbiyot xodimlari, doktorlar menga xizmat ko'rsatmas ekan, kim yordamda yashashimda nima hojati bor? Shunaqa fikrga tushib qolganda, shunaqangi ana holatga. Boyagi lorga borgan, vrachga borgan, shunaqa ekan desa, boyagi lor unga o'zingiz ayting, nima deb unga anaqa qilgan bo'lishi mumkin? Nima degan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Pulini qaytarib olib, men seni operatsiya qilmayman degan bo'lsa kerak. Ha, operatsiyani bekor qilgan, to'g'rimi? Lekin o'sha lor operatsiyani bekor qilmagan u. Operatsiyani bekor qilmaganda 4,5 millionlik operatsiyani 16 million so'm deb bunga aytgan. Mana endi OIV infeksiyasi aniqlandi, endi senga ko'rsatiladigan jarrohlik amaliyoti narxi o'zgardi, 16 million so'm bo'ladi. Va is hushi joyida-ku, unda virus bo'lgan bilan is hushi u nima demoqchiligini, nimaga namyoq bo'layotganini bilib turibdi. Men ularni yaxshi taniyman ham. Unga 16 million so'm pul kerak emas-da. Unga kerak emas u pul. U shu pulni yeyishdi, u ketish kerak bundan. Yo, men kistam ko'tarmas ekan, men boshqa joyda davolanaman, boshqa joyga ketishim kerak deb ketish kerak. Uni maqsadi shu. Boyagi telefon yo'q deyishni boshqacha usulda. Ha, boshqacha usulda. Men unga telefon qilyapman. Doktor, qayerga qarab kalkulyatsiya qilyapsiz yoki bu shaxsni nima bo'layotganini tushunyapsizmi hozir siz? Deb aytayapman unga. Ha, doktor, men operatsiya qilmayman demayapman-ku. Operatsiya qilaman deyapman. Faqat shunaqa xususiy davolash profilaktika muassasasi shunaqa javob kelyapti. Qayerdan chiqardingiz bu kalkulyatsiya qanday kelib qoldi? Speed bo'lgancha 4 ga ko'paytirdi. Ha, shunaqa bo'ldimi yo boshqachami? Nima? Norezidentlar bo'lsa odatda 2 ga ko'paytirib yo 1,5 ga ko'paytirib shunaqami dedim-da endi. Anaqa bir siz o'zingizga vredingiz qo'yasizmi yoki boshqami? Nimadan kelib chiqyapti? Men deyapti, jarrohlik amaliyotiga ishlatadigan hamma instrumentlarimni qayta ishlatmayman, bo'ldi, tashlab yuboraman dedi. Ya doktor, endi ancha-muncha tajribaga ega bo'lgan. Yo'q deyapman. Ko'p marta ishlatiladigan instrumentlaringizni ham tashlab yuborasiz, dedim. Tashlab yuboraman, umuman ishlatmayman. Rahmat sizga dedim. Siz o'qitgan domlaringizga ham rahmat, o'zingizga ham rahmat dedim. U doktorda yo OIV infeksiyasini shu boya chidamliligi yoki boshqa uni u bo'yicha yo tushuncha yo ma'lumot yo bo'lmasam u nima deydi, bunday aytganda o'zini bilmaslikka olib turibdi. O'zini nima qilishni forchikazlab turibdi-da. Endi unda agar OIV infeksiyasi bo'yicha ozgina bo'lsa tushuncha bo'lganda, uni to'g'ri sterilizatsiya qilsa, o'sha apparatlarini yoki shu instrumentlarni to'g'ri dezinfeksiya ishlarini amalga oshirsa, u hech qanaqa xavf tug'dirmaydi degan narsa. O'zi shu joyda, masalan, bu transmissiv infeksiyaga OIV, keyin gepatit B bo, C bo, ular ham masalan yuquvchanligi u spidga qaraganda bir necha barobar kuchli. Ya'ni kichkina ozgina qon bo'lsa ham yuqaveradi. Bir ikkinchidan agar ras shunaqa bo'yicha o'ylaydigan bo'lsa, boyaga o'sha hamkasbimiz unda gepatit B va C larni ham mana shunaqa kalkulyatsiya bilan operatsiya qilish kerak. Shunaqa bo'lardi-da. Endi qarang-da, mana bu joyda qanaqa diskriminatsiya buzilyapti yoki bo'lmasam uni stigmasi saqlanmayapti. Ana endi u shaxs doktorga aytayapti-da, shunaqa ko'rinishga tushib qoldi. Endi deylik boshqa bemor olaylik. Endi bu boshqa holat. Stomatologga boradi yoki bo'lmasam bir davolash muassasasiga boshqa muolaja deylik, любой. Menda infeksiya bor deydi. Har xil bahonalar bilan unga tibbiy xizmat ko'rsatilmaydi. Ikkinchisiga boradi. Har xil bahonalar bilan yana unga tibbiy xizmat. Uchinchisiga borib aytmaydi u. Infeksiya borligini, aytmaydi. Infeksiya yo'q deydi, davolayur deydi, to'lov qilib, boshqa qilib, u tibbiy xizmat olib ketadi. Ana undan keyin u qayerda o'zini xuddi tamg'adek qilib kimga aytadi? Shuni yana haligi nima deydi? Mohoga o'xshab ajratib qo'ysa, shunaqa ajratib tushungan o'zimizni sohani adekvat shunaqa mutaxassislarimiz shunaqa ko'rinishda uni shunaqa tamg'a ko'rinishiga keltirib qo'yish, uni stigmasini buzish, diskriminatsiyaga olib kelishi mana bunaqa holatlar keltirib chiqaradi. Bor, u bizlar jamiyatimizda bor narsa, uni tan olish kerak. Balki endi meni anaqa ham fikrim, sizlarda masalan mana shunaqa qaysi muassasa mana shunaqa diskriminatsiyaga yo'l qo'ysa, sizlar borib ularga bir nima deydi, tushuntirish ishlari shunaqa narsa bo'lmaysizlarmi? Yo'q, balki o'sha qilayotgan ish o'quvsizligidan, bilimsizligidan bo'layotgandir. Chunki SPID ham u
где-то 95-yildan buyog'i уже bizaga sekin kirib kelgan infeksiya. Ko'pchilik umrida masalan anaqa qilmagan, lekin faqat uni atrofidagi o'z umrida ko'rmagan bo'lsa ham, lekin 1000 marta eshitgan. Spid, yo'q. Shu asosdadir. O'shanga sizlarni o'sha viloyat oitis markazining ham asosiy vazifasi o'sha vrachlarni mana shunga nisbatan tolerantligini aniq qilish, yaxshilash. Bu bo'yicha albatta shu boyagi har qanday xoh davlat muassasasi bo'lsin, xoh xususiy davolash profilaktika muassasasi bo'lsin, bularni tibbiyot xodimlarini o'qitish yoki bo'lmasam ularga shu profilaktika suhbatlarini o'tkazish olib boriladi. Daha shunaqa bir anular bo'lgan, endi davlat muassasalari bilan ishlash bizaga endi o'zimiz ham davlat muassasasi bilan osonroq bo'lgan. Ularga kirib borishimiz osonroq. Xat bilan borasizlar. Shundayda xususiy davolash profilaktika muassasalarini tushungan rahbarlar mana shu infeksiyani hozirgi kunda dolzarb infeksiya turlaridan biriligi, vaziyat juda og'irligini bilgan rahbarlari o'zi qiziqish bildiradi. Misol men deydi xodimlarimni bir kun yig'aman deydi. Bir yaxshi deydi shu mutaxassisni bizaga deydi aniq qilib bering deydi. Biza deydi yangi kelgan xodimlarimiz bor yoki yosh xodimlarimiz bor deydi. Yoki boshqa men bular haqida deydi sal sergakligi oshsin deydi. Yoki ertaga deydi mana shu muassasamni statusiga yomon boyagi olib keladigan ma'lumot olib keladigan yoki so'zlar aniq qiladigan ishlar qilmasin. Bu bo'yicha shunaqa tartibda ishlab kelinadi. Doimiy ravishda biza har doim bunday aytganda viloyat oitisga qarshi kurash markazini darvozasi har doim ochiq. Bu masala bo'yicha. Demak, yozib olinglar, mana chiqsalaringiz viloyat oitis markazi sizlarga o'sha vaqt ajratib, o'sha xodimlaringizni bilimni oshirib berishga xizmat qilishadi. Keyin yana bir narsa, endi mana bizani tinglovchilar orasida hamshiralar bo'lgan narsalar ham tibbiyot xodimlari eshitadi, mana avariya bo'lsa nima qilish kerak? Masalan, oitisga bor anaqangi. Mana shu hamshiralar, o'rta tibbiyot xodimlarini malakasini oshirish markazi bor bizada. O'sha joyda bizada ham mutaxassislarimiz ishlaydigan mutaxassislarimiz bor. Lekin bizani xususiylar gapimizni shu joydan qilsam, masalan, biza malaka oshirish bo'yicha unaqa so'ramaymiz. Bu malaka oshiryapsan. So'rash kerak o'zi aslida. O'zi aslida so'rash kerak. Qanaqadir sizlarda bir mana shunaqa bir erkin grafik bormi? Masalan, biza hamshiramizni yuborsakda qanaqadir o'sha zamonaviy konsepsiyalar bemalol bu narsani prosta shu boyagi o'zimiz rahbarlar o'rtasida kelishib olib, shu boyagi hamjihatlikda mana shu maqsad bitta-ku. Maqsad bitta, shu OIV infeksiyasini tarqalishini oldini olish, shu tibbiyot xodimlarining savodxonligini oshirish-ku. Maqsadimiz shu. Bu bo'yicha muammo yo'q, ular o'qitish bo'yicha. Deganim, o'sha o'rta tibbiyot xodimlarimiz bilan ko'p gaplashgan vaqtim avariyli holatlar bo'yicha savol beraman-da. Kim faoliyat davomida tibbiy avariya qilgan degan savol beraman ularga. Endi hozir avariya deganda u faqat mashina, unaqa avariya emas, tibbiy avariya nazarda tutilyapti. Ishlatilganligini bilmasdan holatda ehtiyotsizlik bilan qo'lga kirib ketishi, shunaqa kesiluvchi, hattoki shu boyagi kimnidir til tortilib ana holatlar bo'ladi, barmoqni g'ajib tashlash holatlari, bular hammasi bo'lib turadigan. Tibbiy avariyaga kiradigan holat-ku. Endi shunday desam, ko'pchilik o'sha tibbiyot xodimlari nima aytadi? Yo'q, qilmagan. Tibbiy avariya qilmagan tibbiyot xodimi ishlamagan. Menimcha bo'lmagan. U ishlamagan, avariya bo'lmagan. Deb xulosa qilsa bo'ladi. Lekin o'zini ehtiyot qilib ishlaydigan xodimlarimiz ham bor, lekin baribir o'zingizga bog'liq bo'lmagan holatda ko'p holatda tibbiy avariya holati bo'ladi. Bo'ladi. Boyagi tibbiy avariya holatlarida ba'zi bir tibbiyot xodimlarini men aytaman-da, hazilga yo'yib ko'zi laboratoriya bo'lib ketgan deyman-da. Laboratoriya qaysi ma'noda? Boyagi bemorga ishlatilgan igna yoki nimadir kirib ketsa yoki nimadir avariya bo'lib qolsa, boya tibbiyot xodimi bemorga qarab, "Yo'q, bu kasalga o'xshamaydi-ku." Gepatit, spid
bu yog'i spidga o'xshamaydi-ku. O'zidan so'rab ham qo'yadi. Spid, gepat bo'lmagansiz deb qo'yadi. Xuddi shunga o'xshash, keyin boyaga o'xshama rangi ro'yi joyida-ku deydi va o'zini ishini davom etkazib ketaveradi-da. U laboratoriya deganda o'sha majoziy ma'noda shunaqa o'xshatib nima qilinadi. Bu holat o'zi aslida bu kulguga yoki bir boshqa narsaga uyadigan narsa emas, bu eng jiddiy holat hisoblanadi, tibbiy avariya. Agar tibbiyot xodimi tibbiy avariya qiladigan bo'lsa, u 72 soatni ichida, ya'ni 3 kun davomida viloyat OTSga qarshi kurash markaziga murojaat qilish kerak bo'ladi. Demak, Dehqonobodlik bo'lsa ham sizlarga kelish kerak. Agar tumanlarda bo'ladigan bo'lsa, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikani yuqumli kasalliklar xonasi bor. Bu joyda vrach infeksionist faoliyat yuritadi. Shunga murojaat qiladi. Uni rahbarlari, boshqalar ogohlantiriladi. Mana shu holat bo'yicha bular qayd qilinadigan jurnallari bor, o'zlarining tibbiy jurnallariga qayd qiladi. Lekin 72 soat bu maksimal soat hisoblanadi. Qani bizaga 1 soat ichida yoki 3 kunga olib borma 1 kun ichida 10 soat ichida kelsa, 72 soat kutmasdan turib. Undan keyincha u foydasi yo'qmi? Unda nima qilasizlar? Unda 72 soatni endi bu adabiyotlarimizda shunaqa qilib belgilangan o'zining anisi bor. Nimaga 72 soat? Mana hammaga tushunarli bo'lishi uchun endi tibbiyot tilida emas, boshqa tomoshabinlarimizdan yoki eshituvchi bo'lgani uchun virus organizmga kirib, organizm bilan to'liq bog'lanib, bitta virusdan ikkita virus hosil bo'lgunicha bo'lgan davr 72 soatni o'z ichiga oladi-da. U faoliyatini boshladi. O'zi organizmga kirib zararlab bo'ldi deganda. Hujayraga kirdi, o'z faoliyatini boshladi. O'sha hujayraga kirib o'zini faoliyatini boshlagungacha profilaktik retroviruslarga qarshi profilaktik dorilar berilsa, o'sha joy to'siladi, o'sha joy oldi olinadi-da, OIV infeksiyasi bilan zararlanmaydi o'sha tibbiy avariya qilgan tibbiyot xodimi. U tibbiy avariyani uni har qanday tibbiyot xodimi bo'lmagan shaxs ham avariya qilib qo'yishi mumkin. Demak, bu faqat yoki bo'lmasam faqatgina tibbiy avariya tibbiyot muassasasida bo'ladigan tushuncha ham bo'lmasligi kerak. Ko'chada ham bo'lishi mumkin, uyda ham bo'lishi mumkin. Savol, mana endi mana qancha tibbiy avariya bo'ladi mana bir yil davomida? 1 yil davomida 100 dan ziyod tibbiy avariyalar kuzatiladi. Qayd qilinadi. Aniqrog'i qayd qilinadi. 100 dan ziyod qog'ozga tushadi. Shunaqa tibbiy avariyalar viloyat bo'yicha qayd qilinadi. Aslidagi holatimiz boshqacharoq ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bir necha barobar baland bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. U masalan shundan mana xususiy sektorlar ham shunaqa bor. U yoki ish joyiga qaramaydi, odamni o'ziga qarasa kerak. Odam shaxsni avvalo shaxsni o'ziga bog'liq. Sizlarga borishi. Tibbiy avariya qilishmi? Tibbiy avariya qilish shaxs. Yo'q, sizlarga borishi. Bizaga borishi. Tibbiy avariya qilib bo'lgandan keyin bizaga borishi davlat muassasasi yoki bo'lmasam shu xususiy muassasa bo'ladimi? O'rganib chiqamsizlar, qaysi muassasa, davlat. Endi bu yerda davlat bilan xususiyni отдельно nuqtada, balki mulkchilik jihat ikki xil-ku. Uni qaysi birida ko'proq demoqchimisiz? Qayd qilish endi u aytmayman. Qayd qilinishimi? Uni hech bir anuga olib yo'q. Lekin biz suhbat o'tkazamiz u bilan. Qayerda ishlaysiz deymiz. Misol deylik, Javohir klinikasida ishlaydigan biron bir tibbiyot xodimi, u qaysidir bitta davlat muassasasida ham ishlashi mumkin-da u. To'g'rimi? Bitta xususiy DPMda ishladi degani, u davlat muassasasida ishlamaydi yoki davlat muassasasida ishlagan xususiyda ishlamaydi degani emas. U ikkita joydan ham ishlashi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. U menimcha tibbiy avariyani sodir bo'lishi avvalo o'zi shaxsning o'ziga, keyin unga qo'yilgan o'sha DPMdagi talabga, o'sha joyda rahbarlariga, tartibiga, ularga qo'yilgan shu anuga bog'liq. Agar o'sha undan talab qilmayapsizmi, u pala-parti ishlayapti-da, siz undan talab qilmayapsizmi, u yana davom etadi. U yana shu ishni yana avariya bo'laveradi. Yana avariya bo'ladi. Yana boshqa shunga o'xshash ishlar qilib ketaveradi. Keyin qarang, mana avariya qildi deylik, 28 kun tabletkani ichadi. O'shancha vaqt davomida u ishdan chetlatiladimi, ishlash mumkin bo'ladimi? U narsa bunaqada, tibbiy avariya qilingan vaqti uni baholash mezoni bor, baholanadi. Deylik, avariya qilgan vaqti avariya qilingan, ya'ni shu kimgadir ishlatilgan
bemor deylik, bemorni yoki o'sha patsientni aniq bo'lishi mumkin, o'sha kimligi aniq bo'lmasligi mumkin. Agar o'sha aniq bo'lib turib, u OIV infeksiyasi bilan zararlangan shaxsligi aniq bo'lsa, balkim bizlar dispanser nazoratimizda turadigan bemordir, balkim uni ham qonni tekshiriladi-ku. Aniq o'sha kimga ishlatilganligi aniq, o'sha instrumentda o'sha narsa. Shaxs aniq bo'lgan vaqtda tibbiy avariya qilgan tibbiyot xodimi muolaja bilan bog'liq bo'lgan ishlardan ma'lum bir muddat chetlashtirib turgan maqsadliroq bo'ladi. Bu endi bizga bog'liq emas, biz prosta tavsiya beramiz. Tavsiya beramiz. Shu oila a'zosi bo'lsa, erkak kishi bo'lsa xotini bilan, ayol kishi bo'lsa eri bilan er-xotin munosabatlarini ham himoya vositalaridan foydalanish yoki boshqa shunaqa shunga o'xshash tavsiyalar beriladi. Noma'lum deylik, o'sha tibbiy avariya qilingan shaxs noma'lum. U kimga ishlatilgan? Vich statusi noma'lum. Vich statusi noma'lum. Shunaqa holatlar bular bir turda boyagi ularga olayotgandim deydi, shu payt igna kirib ketdi, bir nima kesib ketdi, shunga o'xshash murojaatlar bular. Noma'lum. O'zini tekshirib ko'rasiz, o'zida ham OIV infeksiyasi yo'q. Profilaktik dorilar ichyapti, hali u zararlanmagan. U значит, uni ishdan chetlatish shart emas deb baholanadi. Ishni davom etkazishi mumkin. Demak, sizlar tavsiya berasiz. Endi shunaqa bir o'zingiz ehtiyot qiling degan ma'noda, atrofdagilar ehtiyot qiling degan ma'noda tavsiyalar beriladi bu bo'yicha. Tushunarli. Rahmat Jasur aka. Endi Begzod akam bilan suhbatlashsak, endi Begzod akam davolash bo'yicha o'rinbosar bo'lgani uchun endi davolashlarni o'zi masalan haqiqatan ham mana bu vich tuzalmas dardmi? Masalan men bilganim 15 yil, 20 yildan beri bu dard bilan yashayotganlar bor. Bu infeksiya deylik. Boya savol bersiz Jasur akaga, OIV haqida tarqalgan miflar bo'yicha, endi bemor orasida ko'pincha mif tarqalgan, qancha yashayman doktor deydi. Keyin oldiga doktor o'lib ketamanmi yo qancha yashayman, qancha umr qoldi. Endi qancha umr qolganini endi biz belgilamaymiz, lekin bizani ko'rsatmamizga rioya qilsangiz 25 yil bo'lsa 25 yil, 100 yil bo'lsa 100 yil yashaysiz. Shu ma'lumot beramiz. Deyarli bu savolni bermaydigan bemorning o'zi yo'q. Endi OIV infeksiyasini aholi orasida juda yomon qabul qilishadi. Juda yomon kasallik, odam borgan sari erib oqib ketaveradi, sekin-sekin yemirilib oxiri qiynalib o'ladi. Bu hammasi prosta xalq orasida tarqalgan uydirma desa ham bo'ladi bu narsa. Og'ir xastalik bo'lishi mumkin, lekin uni yechimi, davosi, profilaktikalari mavjud. Tuzatib olish bo'lmasa ham, lekin davolasa bo'ladigan dard. Tuzatib olish, davolasa. Gepatit B'dan ko'ra, C'dan ko'ra yaxshiroq. Gepatitdan ko'ra yaxshiroq. Endi Titranni nazorat qilib bo'ladigan infeksiya turi hisoblanadi. Shunaqa nimalar bo'lgan, misol uchun bolalarni ko'pincha qarindoshlari, ota-onasi olib keladi, bolalar ham bor zararlanadi. Misol uchun endokrinologiyasi qandli diabet bilan kasallangan bemorning onasi, bemor onasi qandli diabet bilan kasallangan bolasini olib keladi-da, "Meni dardimdan ko'ra uning dardi yengilroq ekan." Nimaga desa, "Men parhez qilaman, uni yemayman, harakatim nazorat, hamma narsani nazorat qilaman." Bu bitta dorini ichsa bo'ldi, yuraveradi. O'ziday bo'lib, har doimgidek. Hech qanaqa cheklov ham yo'q hayotda. Maktabi, bog'chasiga ham boradi, o'yinga, bog'chasiga, institutga borib kelaveradi, xohlagan narsasini yeydi, xohlagan ishini qiladi. Bunga cheklov, lekin men qandli diabet bo'lsa, menga cheklov bor deb aytadi. Endi bu kasallik bunday olib qarasak, hozirgi zamonda bu jilovlangan kasallik hisoblanadi. Jilovlanmagan emas, jilovlangan kasallik. Ham tibbiy tomondan, davlat tomonidan 100% xarajatlari qoplanadi. Imkoniyati bori ham, yo'g'i ham bu kasallik bo'yicha davo muolajalar olish mumkin, bepul. Har bitta odam bepul tekshiruvlardan o'tish huquqiga ega bu kasallik bo'yicha. Endi ko'pchilik o'zimda shu kasallik bor ekan deb shubha qiladi, lekin qo'rqadi. Misol uchun bironta davolash programmasiga borishga qo'rqadi yoki status ochilib ketishdan qo'rqadi. Keyin yoki men u yoqqa uchotga turib qolsam deydi, keyin ketdi deydi. Ham hech joyda ishlay olmayman, chetga chiqa olmayman. Hamma biladi, mahallamga ketadi. O'sha poliklinikамga, QVMga boradi deb qo'rqadi. Lekin unaqa narsa emas. Misol uchun bizda uchotga qo'yilsa ham bizda maxfiy hisoblanadi. Даже Mudofaa vazirligi yoki ichki ishlar sababsiz so'ragan taqdirda berilmaydi. Sababsiz so'ralgan holat. Endi sababi ham misol uchun biron jinoyat qilgan holatda shunga
Statusni bilish. statusini bilishga haqli ichki ishlar xodimi faqatgina shunga doir jinoyat qilganda, misol uchun birovni yuqtirish xavf ostida qoldirish yoki yuqtirish birovlar shubha bo'lgan paytda bilish haqqi bor. Qolgan paytlarda misol uchun ma'lumotlar hech kimga berilmaydi. Endi davolashga keladigan bo'lsak, asosiy davo ARVT terapiya deyiladi. Antiretrovirusli terapiya hisoblanadi. O'sha dorilarimiz misol uchun 22 xil turdagi ta'sir etuvchi faol moddalar mavjud. 22 xil tur. Dori bo'ladi. Endi biz ko'proq kompleksli davo terapiya o'tkazamiz, 3 tomonlama. Endi ulardan yasalgan sxemalar 11 xil sxema bor. 11 xil sxema. 11 xil sxema. Endi misol uchun biri tushmasa, ikkinchisi xuddi antibakterial terapiya xalqimiz antibakterial terapiyadan biladi. Antibiotik ta'sir qilmaydi menga. Xuddi shunaqa. Dori ta'sir qilmadimi, uni muammosi yo'q. Undan keyin bittasi ta'sir qiladi, orqasida 10 tasi turib ta'sir qiladi. O'ziga mos sxemalar birinchi, ikkinchi, uchinchi liniyalarga qarab kuchayib ketaveradi sxemalar. Endi hammaga ham birinchi aniqlangan paytda. Endi kasallik qancha erta aniqlangan holatda bizga shuncha davolash osonroq bo'ladi. Erta aniqlash. Endi kasallikni ko'pincha kechki holatda aniqlash holatlari ham bo'ladi, lekin bar vaziyatdan ko'pchilik holatda olib chiqib ketamiz. Misol uchun endi bitta o'zimizdan biz deyarli barcha mutaxassislar bilan birgalikda ishlaymiz. Fiziatr pulmonolog bo'lishi mumkin. Ko'pincha endi o'pkani zararlanishi bilan ketishmi, pulmonologlar bilan birga ishlashimiz mumkin. Yoki fiziatrlar, tuberkuloz bilan sil yonma-yon yuradigan qarashlar bor. Fiziatrlar bilan birga ishlashimiz mumkin. Gastroenterologmi, xirurgmi. Endi tibbiy muolaja olishga jasarlik to'xtalib, to'sqinliklar bor, lekin ko'pincha endi ba'zi bir shifokorlarimiz bor, to'sqinlik yo'q. Davlat muassasasida, частный klinikalarda ham aytishimiz mumkin. Mayli, statusini aytadi. Prosta ular tushungan shifokor borib menga virus nagruskasini bilib keling deydi. Bizning markazda virus nagruskasi. Virus nagruska aniqlanmaydigan miqdorga tushgandan keyin bemor xavfsiz hisoblanadi. Tibbiy muolajalar uchun ham, boshqa jinsiy kontaktlar bo'ladi ham xavfsiz hisoblanadi bemorlar. Ya'ni atrof muhit uchun ham xavfsiz hisoblanadi bemorlar. O'sha tushungan tibbiyot xodimlari bu narsani hisobga olgan holatda. Endi ko'pchilik shifokorlar biza o'sha narsalarni ambulatordan ko'chirmalar shaklida beramiz. Virus nagruskasi bilan sizni tortkilayotganlar. Ikkita asosiy ko'rsatkich. Показатель основной hisoblanadi. Qolgan показательlarni o'sha har qanday davlat muassasasi, xususiy klinikalar ham ko'ra oladi, lekin mana shu ikkita показательni faqat sizlar biza ko'rib bera olamiz. Shu aniqlanmaydigan miqdor holatda bo'lgandan keyin bemor xavfsiz hisoblanadi. Atrof muhit uchun ham, tibbiy xodimlar uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Ham siz bemor statusini bilsangiz, o'zingiz shunga qarab страховка qilasiz. O'sha qanday страховка qilishni ham o'sha yaxshi anglagan shifokor yoki tibbiy xodimlar ham u xizmat ko'rsatishga отказ qilmaydi. Tushungan holatda to'g'ri ish olib boradi. Hozirgi meni bilganim yangiliklardan hozir homilador ayol masalan VIH palashini bo'lsa ham 100% hech qanaqasiz farzand dunyoga keltirishi mumkin. Mumkin. Misol uchun bizda uchetga turadigan homiladorlar 4 martagacha sog'lom bola tuqqan ayol bor. 4 martagacha. 4 marta. 4 marta sog'lom farzand tuqqan. Ana ko'ryapsizlarmi, hurmatli tomoshabinlar? Mana 4 marta sog'lom farzand dunyoga keltiribdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana bu haqiqatan ham biz uchun ham shok yangilikda. Shuning uchun lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bu mana bu tibbiyotning yutug'i deb bilamiz. Tibbiyot haqiqatan ham yutuq. Endi bizga mehnatlari tibbiyotning yutug'i. O'ziga mos profilaktik chaqaloqlar uchun ham profilaktik dorilar mavjud. Chaqaloqlar uchun ham. Tug'ilgandan 1 soat ichida ichiladi preparatlar. O'sha sirop varianti. Protokol bo'yicha o'sha kesir qilib olgandan keyin ham barib berish kerak. Kesir yo tabiiy tug'ruq ham mumkin. Tabiiy tug'ruq ham mumkin. Oy infeksiya ayolga hozir biz o'qigan payt mumkin emas derdi. Tabiiy tug'ruq tavsiya qilinadi hozir. Oldinlari mumkin emas edi, hozir tabiiy tug'ruq tavsiya qilinadi. Virus nagruskasi minimal miqdorga tushgan ayollar o'zi deyarli barcha tug'adigan ayollar harakat qilamiz maksimal virus nagruskasini minimalga tushirishga. Endi homiladorlikda hozir mana 30-haftasidan ham OIV infeksiya aniqlash majburiy qilib qo'yilgan. 30 oldin faqat 12 haftalik tekshirilardi, shu bilan yopildi. Endi hozir 30 haftalik tekshirish yo'lga qo'yilgan. O'sha kechki muddatda aniqlangan homiladorlarda ham biz harakat qilamiz virus nagruskasini aniqlanmagan miqdorga tushirish. Aniqlangan miqdorga tushiramiz. Tabiiy tug'ruq amalga oshirgan ayollar ham mavjud hozirgi kungacha.
Hozirgacha. O'zimizni viloyatda ham tabiiy tug'ruq yo'li bilan tuqqan, misol yaqinda 2 oy bo'ldi tuqqaniga PCR namuna olingan, bolasi sog'lom. Bolasini ham biz 1,5 yosh, 18 oylikgacha tekshirib boramiz OIFga. Ha, 1,5 yoshgacha. Algoritmi bor, maxsus ishlab maxsus algoritm bor, o'sha algoritm bo'yicha tekshiriladi. algoritm bo'yicha tekshirib kontrol qilib boramiz. Endi 4 tagacha tuqqandan keyin bitta, ikkita farzandlar tug'ish endi hozir misol uchun respublika bo'yicha o'tgan yilda 41 ta shu OIF institutidan bola tug'ilgan bo'lsa, Respublika bo'yicha 41 ta. bu Qashqadaryo viloyati bo'yicha 41 ta farzand. 41 ta onalardan tug'ilgan bolalar. O'shanda endi onadan bolaga bo'lsa vertikal yuqish yo'li deyiladi, hali aniqlanmagan o'tgan yilga. Lekin teoretik mavjud, lekin praktik u narsa yo'q. Oldin olingan. Agar o'ziga qo'yib qo'ysangiz, bu infeksiya bilan zararlanib qolishi hech gap emas. Ehtimoli bor. Oldi olingan. Misol uchun o'zimiz bizning epidemiologlarimiz, hamma davolash shifokorlarimizni xizmatlari bilan bu narsalar oldi olingan. Komandir raboti. Komandir raboti bo'ladi. Endi ko'pchilik to'lovlaydi o'ylaydi, pullaydi o'ylaydi, OIF statusini bilish yoki men borsam, men ism familiyam yozib oladi, keyin chiqib ketmayman deb o'ylaydi. Bunaqa qarashlar ham nima? Bizda anonim tekshiruv mavjud. Anonim. Misol uchun bitta odam shubha qilib yuribdi, kasallik menda bormikan deb. Lekin borishga, bironta poliklinikaga murojaat qilishga uyaladi yoki pulli xizmat kelib topshirishga puli yo'qlik qiladi. Bizda anonim xizmat mavjud. Unda shifr beriladi. Hech qayerda ism familiyasi ketmaydi bemorda. Anonim holatda misol uchun otasini ismidan bitta harf oladi, onasini ismidan bitta harf oladi va sonlarni qo'yib shifr beriladi. O'zi Unicode deyiladi. O'sha Unicode'ni aytganda misol uchun javobini bilish kerak, ertaga javobingiz chiqadi deyiladi. Javobini kelib Unicode'da aytadi. Ism familiyasini aytmaydi. Unicode'da aytgan, Unicode'dan qarab javob bilinadi. Unicode. U agar misol uchun shubhalanayotgan odam bo'ladigan bo'lsa, o'zini ism familiyasi oshkor bo'lishini xohlamasa ham biz tekshirib beramiz. Bu xizmatlar hammasi besplatno, tekin hisoblanadi. Bepul. O'sha immunoblot ham anonim topshirsa bo'ladimi? Yo, immunoblot faqat pasport bilan 2 marta ifadan keyin immunoblot qo'yiladi. Demak, 2 martagacha anonim topshirish mumkin bemor. Yo, 2 marta ifada musbat bersagina keyin immunoblotga qo'yiladi. Chunki ifa o'zi bas endi hech narsa xatosi ishlamaydi. 99% gacha aniqlik bo'lsa ham baribir 1% adashmovchilik bo'lishi mumkin. IFA analizi immunofermentning analiziku. OIV infeksiyasiga tekshiruv o'zining algoritmlari bor. Bular bevosita va bilvosita. Mana shu IFA tekshiruv, ya'ni immunofermentning analiz bilvosita tekshiruv hisoblanadi. Immunoblot o'zi bevosita. U to'g'ridan to'g'ri virusni o'zini amplifikatsiya qilib, uni oqsillari o'rganiladi, uni ko'rinishlari, boshqalari. Mana bu immunoblot usulida faqat virusni o'zi bilan. U IFAda hammamiz bilgandek, u ishlab chiqarilgan, unga qarshi ishlab chiqarilgan antitanachalarni o'rganish natijasida laboratoriya tekshiruv usuli hisoblanadi. Shuning uchun shunga o'xshash fermentlarni, antitanachalarni boshqa bir kasalliklarga ham organizm ishlab chiqarishi mumkin. Shuning uchun bu IFA tekshiruvi bilan bu narsani tasdiqlab bo'lmaydi. Hozirgi kunda endi bunga aniqlik kiritish uchun immunoblot usulida qo'llanadi, lekin bu immunoblot usuli OIV infeksiyasini shaxsda borligini tasdiqlovchi reaksiya bo'lganligi uchun shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq olinadi. Pasport ma'lumotlari, hamma ma'lumotlar to'liqligicha olinib aniqlanadi. Lekin odam shaxs o'zida infeksiya bor yo'qligini profilaktika uchun bilmoqchi bo'lsa yoki qanaqadir o'zida shubhali holatlar bo'lsa, men 6 oy oldin stomatologga borgandim yoki qanaqadir bir betartib jinsiy hayot bilan bog'liq bir ishlarni qilgan edim, nimadir bo'luvdi deb o'zini ko'nglida shubha bo'lib yurgan bo'lsa, markazimizga bemalol murojaat qilishi mumkin. Anonimni faqat anonim ko'rinishda sizlarda oladi yoki tumanlarda ham bormi anaqa qilib? Tumanlarda ham bor, do'stona xonalarimiz ishlab turadi. Ko'p tarmoqli anaqa. Infeksion shu o'sha ko'p tarmoqli markaziy poliklinikadagi o'sha yuqumli kasalliklar xonasidagi infeksionist vrach tomonidan bular tavsiyalar berilib amalga oshiriladigan ish hisoblanadi. Anaqa qo'yilgan, hamma tomonlama o'ylanganda bu infeksiyani qanday qilib to'xtatishimiz mumkin, qanday qilib aniqlashimiz mumkin degan ko'plab savollarning yechimi bo'lgan. O'sha yerda tarqatma materiallar, boshqa narsalar.
Mana qarang, mana bu endi kasalligini asosiy yuqish yo'li baribir jinsiy aloqa menimcha birinchi o'rinda tursa kerak. Endi, necha foizda bor hozir? Statistika bo'yicha HIV infeksiyasi bilan zararlanish holati jinsiy yuqish yo'li deb qaraladi. Asosiy yuqish yo'llaridan biri 60-70% gacha bu infeksiya bilan zararlanish yuqish yo'li jinsiy deb qaraladi. Endi o'zi avvalo HIV infeksiyasini yuqish yo'llari bo'yicha gaplashib oladigan bo'lsak, asosan 3 xil yuqish yo'li bilan HIV infeksiyasi shaxslarga tanasiga kirib keladi. 3 xil yuqish yo'li. Adabiyotlarda o'sha narsa ko'rsatiladi. Bular qaysi birlari? Jinsiy yuqish yo'li, xoh getero bo'lsin, xoh gomoseksual yo'l bilan yuqish, xoh himoyaviy, xoh himoyasiz usulda HIV infeksiyasini jinsiy yuqish yo'li bilan shaxslar o'ziga yuqtirib olishi mumkin. Bu birinchi yo'limiz. Ikkinchi yo'limiz vertikal yuqish yo'li deymiz. U endi praktik hozir mana shu nolga tushirgansiz. Bu hozir deyarli to'xtatilgan, bu boyagi validatsiya ketyapti. Onadan bolaga yuqish yo'lini butkul to'xtatish bo'yicha. Juda kam foiz hozir, lekin o'sha kam foizlarni ham nolga tushirish ustida shu respublikamizda ishlar ketyapti. Ikkinchi yuqish yo'limiz onadan bolaga vertikal yuqish yo'limiz. Qanaqa? Onadan bolaga yuqishi 3 xil vaziyatda yuqadi. Ona homiladorlik vaqti homilani zararlab qo'yishi mumkin. Tug'ish vaqti zararlab qo'yishi mumkin. Tuqqandan keyin ona suti orqali, tabiiy oziqlantirish orqali bolani zararlab qo'yishi mumkin. Sutdan orqali ham o'tadi. Mana shu 3 ta protsessni biz jilolaymiz. Oldini olishga qaratilgan hamma choralar ko'riladi. Natijada bola sog'lom farzand ko'riladi. Bu qanaqa bo'ladiki, mana bu onadan bolaga homiladorlik vaqti yuqishini oldini olish uchun unga maxsus retrovirusga qarshi dorilar beriladi, keyin virus nagruzkasi tushiriladi. O'shanda shu boyagi plasentar baryerdan virus homilani zararlab qo'ymaydi, o'tib ketib. Ikkinchi holat kesar kesish yoki boyagi virus nagruzkasini tushib tabiiy tug'ruq orqali tug'iladi. Bu joyda bitta ish amalga oshiriladi, bolaga sirop beriladi. Maxsus retrovirusga qarshi sirop beriladi. Xuddi boyagi avariya qilgan 28 kunlik anularimizga berdik-ku, tabletka berdik. Xuddi shunday bolaga sirop beriladi. Buni ham u hammasi profilaktik maqsad. Profilaktika, shu organizmga shu tug'ish jarayonida jarohatlar orqali, qon orqali yuqib ketmasligini oldini olishning ikkinchi protsess oldi olinadi. Uchinchi holatda onadan bolaga ona suti orqali yuqmasligi uchun uni sun'iy oziqaga o'tkaziladi. Natijada bola sog'lom dunyoga keladi, sog'lom voyaga yetkaziladi. Mana bu ikkinchi yo'limiz bu. Uchinchi yo'limiz bu parentral yuqish yo'li. Parentral shu bizani doktorlarni qiziqtiradi. Eng mana shu tibbiyot sohasiga o'zimizni ularga taalluqli bo'lgan joyi bu parentral yuqish yo'li. Parentral yuqish yo'li ham biz parentral deb umumiy aytamiz, lekin ikki xil tabiiy, ikki xilga uni ham bo'lasa. Tibbiy parentral, notibbiy parentral yuqish yo'llari. Narkomanlar bitta chiqishdan xuddi shunday yoki bo'lmasam notibbiyga nima bo'lishi mumkin? Maishiy xizmat ko'rsatuvchi obyektlar orqali va xohlagan sartaroshlarda, misol qilib, go'zallik salonlari hozir har xil ayollarimizga shunaqa muolajalar orqali qiladi. O'zi davlat muassasalari yoki davolash qilayotgan muassasalarida sterilizatsiyani to'liq yo'lga qo'yishni, nazorat qilishni hali yo'lga to'liq qo'ya olmay turibmiz. Endi go'zallik salonini tasavvur qilavering. Ko'payib ketdi. Sterilizatsiyani qanchalik amalga oshirilishi. Bilmayman. Mana bunaqa holatlarda yoki bo'lmasam uy sharoitida aholini uy sharoitida HIV infeksiyasi bilan zararlangan shaxsni uyida, hattoki mana shu o'zini shaxsiy buyumlari, zubni chotka, misol teri butunligini buzishga, mana milklar qonashiga olib keladi. Boshqa oila a'zosi foydalansa, bunday yuqib ketishi mumkin. Tirnoq oladigan ko'sochka bo'lishi mumkin, qaychi bo'lishi mumkin. Teri butunligini buzuvchi har qanday holatda maishiy kontakt orqali ham yuqib ketadi. Tibbiysi bu hammamizga shu ma'lumki, boyagi bir martalik instrumentlarni, asboblarni 2 marta ishlatish, qayta ishlatish yoki bo'lmasam ko'p martaliklarni ham sterilizatsiya qilmasdan, dezinfeksiya ishlarini to'liq amalga oshirmasdan qayta ishlatish oqibatida tekshirilmagan qon mahsulotlarini quyilishi, boyagi to'g'ridan-to'g'ri qon quyish holatlari kuzatiladi. Endi bor, uchrab turadigan holatlarda endi. Men bular shunaqa holatlarda tibbiy parentral yo'l bilan shaxslar o'ziga yuqtirib oladi. Bu HIV infeksiyasini yuqish yo'llari bular. Yuqmaslik yo'llari ham bor. Yuqmaslik yo'llari qanday?
odam ko'rishish, gaplashish, quchoqlashish, idish tovoq, o'pishish yoki bo'lmasam suvdan, oziq-ovqatdan, o'rindiqdan yoki eshikdan, romdan yuqadigan kasallik emas, havodan, bir xil savol ber, pashshadan yuqmaydimi? Yuqmaydi bu. Bu antroponoz kasallik. Odamdan odamga yuqish. Zoonoz emas, antroponoz. Shunaqa kasallik hisoblanadi. Bilmaysizku siz mana umumiy joylarda odamlar yuradi. Masalan, oshxonaga kirasiz yoki taksiga chiqasiz, avtobusga chiqasiz. Sizdan oldin kim o'tirgan u joyga, kim ushlagan uni bilmaysizku, to'g'rimi? Xavotirli o'rinsiz. Unaqa bo'ladigan bo'lsa hammaga yuqib ketardi, bu tarqab ketadigan narsa. Shuning uchun bu narsa bu yo'llar bilan infeksiya bo'ladi. Asosan 3 xil yuqish yo'li mana shu yuqorida aytib o'tganimiz. Sizlarga rahmat. Mana shuncha ancha bir soatlardan ancha oshib qolgan bo'lsa kerak, orada bir tanaffus ham qoldik. Demak, yana mana shu nima deydi? Kameradan foydalangan holatda yana nima bir aytilmagan aniqlar qoldi bir yoshlarimizga yoki hamyurtlarimizga, do'stlarimizga nimani haligi gapirilmay qolgan mana shu speed hamda nima bo'yicha, OIV bo'yicha. OIV bo'yicha, OITS bo'yicha xalqimizda hozir birmuncha anular nima deydi, qarashlar o'zgargan baribir ham. Chunki mehnatlar o'zgarmagan desak xato bo'lib qoladi. Chunki respublika bo'yicha markaziy ishlarni ko'ramiz. Biz boshqa markazlarda ham, butun Qashqadaryo emas, boshqa joylarda ham profilaktik ishlar joyiga qo'yilgan. Ishlanyapti, odamlar bilan ishlanyapti, ularga aytilyapti, boshqa o'zi ko'pchilikning fikri o'zgargan. Lekin o'zimizni hamkasblarimiz bilan suhbatlashamizda yoki bo'lmasam bizga murojaat qilgan shaxslar bilan suhbatlashgan vaqtimiz shunaqa bir xavotirli yoki bir boshqa narsa bor. Biz qachon xursand bo'lamiz? Deylik bitta shaxs uyidan chiqdi. Speed markaziga kelib analiz topshirish kerak yoki bir nimadir ishi bor, murojaat qilish kerak. Shunday taksiga chiqqanda yoki uydagilariga men speed markaziga ketyapman yoki meni speed markaziga tashlab qo'ying deb qo'rqmasdan, uyalmasdan shu narsani aytsa, biz o'sha davrga kelsak biz xursand bo'lamiz. To'g'ri qabul qilib hamma narsa. Shunaqa narsa-da. Qayergaligini ham aytgisi kelmaydi-da, qayerga boradi. Shu keyingi ko'chadan chapga bor-ku. Chapga deydi. Ikkinchi bino. Xleb kombinatga tashlab qo'ying. 12 yo'lda. 12 yo'liga shaqa tushib qo'ying. Yuravering, tashlab qo'ying. O'zimni aytaman joyini. O'zi u yoqda bundan boshqa balisa yo'q deng. Shunaqada uyaladi. Hattoki tibbiyot xodimlari boyagi bizga keladi-da, endi boyagi tanish doktorlarimiz yoki boshqalar kelganda falon joyga kelsam, odamga noqulay qaradi ham deb qo'yadi. Mana shu qarashlar yo'qolsa, xalqimiz bemalol men speed markaziga borishim kerak, men o'zimning statusimga aniqlik kiritib qo'yishim kerak. Uyalmasdan, qo'rqmasdan aytadigan bir muhit yaralgan vaqti, jamiyat shakllangan vaqti biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Nasib bo'lsa kunlarga yetamiz. Endi mana shu o'zi suhbatni ham tashkil qilishdan ham maqsad o'zi shu. Gazeta o'qiydigan o'z auditoriyasi bor. Masalan, mana podkastni shunday mashinaga qo'yib olib eshitib ketaveradi, mana YouTube'lardan ana qilib. Masalan, men o'zim faqat podkast eshitib yuraman. Ko'chada yursam, quloqdan naushnik taqib olib, o'zi maqsadim shu. Bu platforma bunaqa formatni ham iste'mol qiluvchilari o'zi kam emas. Va o'ylayman yaxshi bo'ladi. Demak, bugungi ajratilgan vaqt uchun sizlarga kattakon sizga ham rahmat taklif uchun. Hali bu suhbatlarimiz hali yana ham davom etadi. Bu kameradan tashqari suhbatlarimizda ham bu narsalar muhokamaga sabab bo'luvchi mavzuda bu. Agar qanaqadir o'sha sohani qanaqadir og'riqli mavzulari bo'lsa, biza platforma, biza texnik imkoniyatlar qilib berishga tayyormiz. Zero mana shu xalqimizni bu o'zi podkastlarning ham asosiy maqsadi kommersiya emas, o'sha xalqimizni tibbiy madaniyatini, savodxonligini oshirish, ularning ma'lumotini oshirish, har doimo bir maqsad sari harakat qilishimiz kerak. Shunday. Shuning uchun sizlarga ham rahmat, Beksaga rahmat, Jasur aka kattakon rahmat. Rahmat aka. Agar kimda bir qanaqadir savollar bo'lsa, aytilmagan biron bir anaqalar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta buni o'qib, sizlar bilan javob beramiz. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar, hech qachon uyalmanglar.